Hürmetli vatandaş, siz bilen muhakeme, vaziyet ve muhakeme. Bugünkü İslah 2022 yıl 9. ayının 19. günü vatandaşım. Yukarıda haberliliklerini görüp öttük. Amerika Cumhur münasebetindeki yana bir yeni özgürlük deyli. Mesela bu yıl 5. ayının 2. günüdeki Devlet Mahkemesi'nin Tayvan torbiti, Tayvan'a alakadar torbiti deki özgürlük. Mesela Tayvan müstakil olsa kollayımız, kollamayımız emas. Müstakillik cakalese karıştırımız emas diyendek bir ibarlarını işiltip Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi Tayvan doğru siyaseti tertip salğanı. Keyin yani nime oldu? Biraz özgertiş kirgizildi deyli. Endi bunun da Cumhur'un pozisyonu qarab iş qiladigan gapda siyaset degan. Qandaq maydonda bo'ldi Cumhur. Yuqorida so'z degandek, mushunlar 3 qatam Cumhur, Tayvan, Amerika Cumhur münasebetideki bu özgürlüklarda ahire bugün endi 18. günü Prezident Joe Biden aşkarı eniqliğice. Geçe dedi ki Tayvan'a eğer hücum kıldıgan bolsa Cumhur, biz askeri kısımlarını evet qoğdaymiz. Riyasetçi muhbir ta'kidlab so'raganda raşundaqmı dese, raşundaq qoğdaymiz dedi bu şirketin. Endi hesapta hüküm qilishga bo'lamdi yo'q, yanatsal atigami qandaq? Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan bo'g'ziga qaratgan mujmal siyosati. Mujmal siyosati degan endi Uyg'urlardagi laqab miki ko'msam pishamdi, yapsam pishamdi degandek. Uyg'urlarda bir tamsil bor, shunga o'xshab ketadi vatandosh. Bugun qaraganda ochiq, oshkora askari vatib qo'g'daymiz degan vaqtda bu mujmallikdan olqib chiqib bir aniq siyosat davriga kirdi degan gap. Endi bunun amaliyati nima desangiz, Cumhur bilan bo'lgan Amerikaning o'rtasidagi munosabatda bir o'zgarish yuz berdi. Yana bir qatim bir o'zgarish yuz berdi yoki Cumhur siyosatida yana bir qatim bir o'zgarish yuz berdi deb aytamiz vatandosh. Ana shundaq. Şunun münasebetli kaldı Uygurlarning işi ötken sizlarga dedik Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komiteti tarafidan dunyoviy sahne gelip çıkıp şu yerde kaldırıldı, şu yerde koyuldu dedik. Bunun qarqaysi devletler ifade bildirdi dedik. 2 gündün biri Samarqand Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping'ning uchrashganligini sözlep geldik vatandaşım. Buradan qaraganda Uygur meselesi mi? Ciddi mesele qatarıga öttü deymiz. Hem de siyaset devamlı kündü çıkıp durması mı? Şu dereceye öttü vatandaşım. Bugün hazır Maşan Şümü'nün torbitide bir haber geldi. Taşkent yoki Samarqand uchrashuvdan keyin Reis Xi Jinping Beijing qaytib kelgandan keyin Rossiyaning Bexatarlik ministerligining yani burun KGB'nin davamı mı yoki boshqa nima boshlig'i tuyuqsizla Moskvadan biraqli uchib Beijingga tushgan gap. Derecesidan qaraganda bu bevosita Beijingga emas yoki Harbinga yoki Hangzhouga tushgan bo'lsa, yani bunun yo'li boshqa edi, bevosita Beijingga tushgan gap. Vatandoshlarım, biz bu ikki davlatning har xil besim ve oshkora, xufiyona, maxfiy ve oshkora birlashib harakat qilishi bilan degandek hozirgi ziyonkashlik uchrayotgan millat biz vatandoshi. 1962 yıl 5. ayının 29. gündeki ildi vakasını Rusya bilen Cumhur'un birleşip payda kılganlığı nurgun taraflarga chetishlik deb men şu vaqtda so'zlagan. Shunda hozirgacha hatta 1958 yılı 1. ayının 17. günü
Tianshan Binguen yoki Tangirtog mehmonxonasida Uyg'urning 2-chi qo'l rahbari Siyosiyoni Abdurahim Aysani yataqda pichoqlab o'ltirgandimi, onun shu vaqtki KGB'ning odamlari yoki Rossiyadan kelgan odamlar bilan Xitoy odamlarining birlashib o'ltirganligi to'g'risida xabarlarni ko'rdinglar vatandoshlar. Masalan, Stalin davrida 37-yillarda 1937-yil Rossiyada cho'ng tozalash rahmsizlik bilan bostirish siyosatini yo'lga qo'ygan Stalin Şinjan'dimi, müstemlik Uyg'uristondami xuddi shunday siyosat yurgizgan edi vatandosh. Masalan, Xo'ja Nizojimning o'ldirilishi shu vaqt to'g'ri kelamdi yoki oldi keyni bormi bu ishdan? Shunday qilib Hoshim hoji, Qodir hoji, 3 hoji yani o'qidinglar, ko'rdinglar, bildinglar, bir kuni to'g'ri betida paydo bo'lib, bir kuni yo'qoldi. Şular Şinjan rayonida shu vaqtida Uyg'urning diniy, zot diniy akobirlarini, siyosiy ma'lum odamlarini, yoki Uyg'urlarda yetib kelayotgan milliy yoki millatchilik onlarini bayqagan Stalin shu vaqtda ularga ziyonkashlik qilgan edi. Ularning hayotiga ziyonkashlik qilgan edi vatandosh. Hatta 1921-yildagi Uyg'urlarning diniy arbobi Abduqodir Domillamni ham şu vaqtda Stalindan qo'l silib, Stalinchilar yoki Leninchilar vaqtda Lenin hayat qo'l silib Qashqarda suiqasd bilan o'ltirganligini tarixdan angladinglar va boshqa yo'llar bilan angladinglar. Bugun endi gapni qisqartganda hozir Uyg'ur masalasi jiddiylashgan sari shuningga munosabatlikmi yoki nima? Rossiya Bexatarlik ministerligining boshlig'ining tuyuqsiz Beijingga kelishini hozir Mashanshimin tahlil qilib, bu oddiy ish emas, bu odatli ish emas dedi. O nurg'un sabablarni o'tirib qo'yib, Uyg'urning sababini qo'ymadi, lekin nurg'un sabablarni o'tirib qo'yib, bu odatli ish emas dedi. Bu siz uchun, biz uchun aytganda intayin xatarlik ahvol vatanda. Uyg'ur uchun aytganda intayin xatarlik ahvol. Hazır Uyg'urlar mayli faoliyatchilar to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, g'arb dunyosida bo'lib, Yevropadan boshlab hamiyada, hatto Turkiya, Avstraliya bu davlatlarda siyosiy faoliyat demagandimi, siyosiy so'z harakati namoyish bilan shug'ullanyapti. Endi bu qatim chet ellarda Uyg'urga zarba beradigan ish bo'lib qoladi qanday? Bu ish xatarlik dedi Mashanshin ben. Biz mushundaq paytda bu uchur sifatida Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining, Germaniya hukumatining, Angliya hukumatining, Kanada hatto Yaponiya hukumatining, Osiyada Avstraliya hukumatining razvet organlari, bexatarlik xodimlari va bexatarlik ministerliklari organlarining Uyg'urlarga bog'lab turib bu masalaga jiddiy qarashini nima sabab zodi, nima sabab mushu kunda Rossiyalik bexatarlik nazorat yoki ministerligining odamlari Beijingni ziyorat qiladi degan masala bo'yicha Uyg'urlarning masalan o'tirg'i chiqqan Uyg'urlarning siyosiy amolligi, faoliyat amolligi mushu masalalarda yuqorqi g'arb davlatlarining ortiq ko'ngil bilishini. Chunki bizning o'zimizning qo'lida kuch yo'q. Uyg'urning qo'lida kuch yo'q. Darhol tashkillaydigan moddiy asosi yo'q. Darhol tashkillanadigan bu davlatlardan demokratik ellardan ikkinchi bir xil yo'lga usulga murojaat qilaylik desangiz, ananga yo'l yo'q. Chunki sizning da'vo ishlaringiz o darajaga berib yetmadi. Xitoy dal shunday vaqtda foydalanib, masalan mening bilishimcha Turkiyada 2 odamga o'q otdi. Esingizda bormi vatandosh? 2 odamga o'q otishga Uyg'ur odamga. Vaziyat mana shunday kelyapti. Biz bu yoqda vaziyatdan qo'shilib so'zlayapmiz. Yana bir tarafdan kelyapgan vaziyat bunday qilyapti vatandoshlar. Shunga har bir Uyg'urning ba'da keldi munosabatlarda, haqiqiy munosabatlarda
siyasi söhbət, siyasi fəaliyyət münasibətləri də özüge ihtiyat qilishini, şundaqla öz ara pəxəs buluş, öz ara qollaş, öz ara hoşyarlıqqa çaqırış cəhəti həm pəxəs buluşini yakından bir tor bətlərdəki buluvatqa işlər qarısanlamı bunun puruğu kilovatıda vətəndaş. Bunun puruğu kilovatıda. Hani üzanlar görüp durupsizlər, bunun puruğu kilovatıdır şuna. Muşu münasibət bilən bugün sizlərə bu sözün sözlüksiyəni sözüldüm. Anda Prezident Joe Biden'a Tayvan meselesi uyuyunca bu katım o çok ve enek ifade bildirgenliğini tebrikleyimiz vatandaş. Çünkü bu siyasetler o çok bolsa ahırı sizgi kullanılan siyaset mi? Uçuklaşıqı başlaydı. Tayvan meselesi de siyaset uçuk bolsa sizgi bulgan münasibetli siyaset uçuklaşıqı başlaydı vatandaş. Bugünkü sözdeydi qaldık şiyələrin benim şiyədə. Bolsa vaxtınla yese maşan şümümündən bugünkü xəbirini anlap qoyunlar vatandaşlar, anlap qoyunlar. Ben bunun yazma xəbiri kilişi mümkün, doğru bitige. Yazma xəbiri kəlgəndə, yəni sizlər bilən bu da orada fikir almışdırımız vatandaşlar.